Qozog'iston kino sanoati faol rivojlanayotgan, mahsuloti xalqaro sahnada e'tirof etilayotgan mamlakat. Rejissyorlarimiz ta'kidlashicha, milliy kartinalar eng nufuzli jahon kinofestivallarida mukofot olmoqda. The Divorce de Daniel Salamat. Kann, Venetsiya, Berlin. Qozog'iston filmlari namoyish etilgan. Rejissyorlarimiz mehnati yuqori baholanayotgan kinofestivallar geografiyasi juda keng. Mamlakat kinosi iliq kutib olinmoqda. Dunyo miqyosidagi kino ustalarining ijobiy fikrlarini eshityapmiz. Yana bir qiziqarli tendensiya. Qozog'istonlik aktyorlar tobora ko'proq xorijiy, jumladan Gollivud loyihalarida ishtirok etyapti. Darvoqe, Gollivudga kelsak, Qozog'iston kino sanoati qarshisida yangi ufqlar ochilmoqda. Haqiqiy xalqaro kollaboratsiyalar vaqti keldi. Kinoprodyuserlarimiz Gollivud bilan hamkorligini rasmiylashtirmoqda. Bu qadam Qozog'iston kinosi tarixida yangi sahifa ochishi shubhasiz. Mazkur strategik alyans mamlakatni dunyo kino sanoati uchun mahsulot beruvchi yangi o'sish nuqtasiga aylantiradi. I think this is a combination of O'ylashimcha bu zavq-u shavq, sadoqat va bardoshlilik birlashuvi. making films is very fun and rewarding, but it is also very difficult. It's difficult to Film suratga olish quvnoq va tahsinga loyiq ish, ammo juda qiyin hamdir. Barchasini bir yerga jamlash mushkul. O'zingizda mavjud byudjetga tayanish qiyin va yana o'ylaymanki ushbu hamkorlik hayajon uyg'otadi. Lekin hamma narsa, hamma vaqt qiyin bo'ladi. Boshqa ishlar kabi bu ham mushkul. oh my god, this is hard. Oh my gosh, how do we get along? Oh, these types of things. And that sort of commitment to staying through it all. Biz qanday yengib o'tarkanmiz? Barcha qiyinchiliklardan o'tish, birgalikda, chinakamiga ishlash shart. Men yetarli darajada bo'rttirib ko'rsata olmasman. Biroq filmlarga qiymat baxsh etadigan eng asosiy narsa ishonch. U birga ishlaydigan odamlar orasida shakllanishi lozim. Shu bois umid qilaman va ishonamanki, biz qancha ko'p birga ishlasak, shuncha yaxshi. Biz Gollivudda olgan saboq shundan iborat. Ishonch men bu hamkorlikka baxsh etishni istagan eng asosiy narsa. Is a big part of what I'm hoping to bring in this partnership. Nima uchun Gollivud Qozog'istonni tanladi? Javob oddiy. Bizdagi texnologiyalar, mutaxassislar va tabiiy lokatsiyalar dunyoning eng yirik kino poytaxtlaridagidan qolishmaydi. Шаг за шагом двигаться дальше, чтобы, потому что Qadam ba qadam harakatlanish kerak. Bilasizmi, balki ishonmassiz, chunki siz shu narsa ichidasiz. O'zgarishlarga u qadar e'tibor bermayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin hozir Qozog'iston eng jadal rivojlanayotgan mamlakat ekanligi shubhasiz. Salgina yordam berilsa, hatto berilmasa ham dunyo miqyosida o'zini namoyon eta boshladi. Bizning ishlarimiz yetarli darajada salmoqli emasdek tuyuladi, lekin u dunyo miqyosida Qozog'iston haqida tasavvur shakllanishi uchun ro'yobga chiqarilishi mumkin bo'lgan ulkan qadamning bir qismi bo'la oladi. Bu borada kino albatta maqsadga yetishga ko'maklashadi. Широко для мирового пространства. А кино тому, как говорится, помощь. Qozog'iston anchadan buyon xalqaro suratga olish maydonchasiga aylana olishini ko'rsatgan. Bu yerda turli yillarda jahonning mashhur aktyor va rejissyorlari ishtirokida keng qamrovli filmlar suratga olingan. Avval aytganim kabi, bu qissa bayon etish uchun maqbul yangi maydoncha. Men mavjud landshaftlarni ko'zda tutib aytayapman. Suratga olish guruhlari va kompaniyalar bu joyda yangi darajaga ko'tarila oladi. Texnologiyalar tufayli bu narsa dunyoning turli qismlarida yuksalib boryapti. Hozirda favqulodda joyning o'zi yo'q, lekin bu yerlar kino sanoatini jalb etish uchun maqbulday ko'rinadi. Chunki suratga olish shartlari oddiy, iqtidorli mahalliy mutaxassislar yetarli. Yangicha hamkorlikka misol bo'ladigan loyihalardan biri Best Pancakes. Bu lirik komediyada Qozog'iston shunchaki suratga olish maydonchasi emas, voqealarning muhim bir qismi bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchi film Battle Within, Birinchi jahon urushi haqidagi tarixiy drama. Mazkur keng qamrovli loyihaga Qozog'iston mutaxassislari va jahon kinosi yulduzlari jalb etilgan. Да, то есть он не освоенный, да?
Best Pancakes biz hamkorlikda ishlayotgan film. Ikkinchi film hozircha loyiha. Unga rejissyorlik qilaman. U menga yaqin. Uning ssenariysi meni lol qoldiradi. Bu film Birinchi jahon urushi davrida yuz bergan. Rojdestvoga atalgan o'q otishni to'xtatish haqida. Nemis va Britan askarlari bir kun davomida qurol ishlatmagan. Shunchaki o'zaro muloqot qilgan, o'ynab kulgan, vaqtini xushchaqchaq o'tkazgan. Bu insoniylik to'g'risidagi juda chiroyli hikoya. Ikki tomondagilar ham muhabbatni, yashashni, omon qolishni istagan oddiy odamlar ekanligini ko'rsatib bergan. Urushga oid film, lekin urushni qoralaydi. Unda hammamiz birlashishimiz kerakligi haqida bong uriladi. Biz odamlar o'zaro urushishini, bir-birini o'ldirishini istamaymiz. Mahalliy suratga olish jamoalari, prodyuserlar, texnik mutaxassislar, operatorlar orasida katta salohiyat borligini ko'rdim. Aslini olganda chegaralar yo'q hisobi. Bu narsalarni o'rganishda davom etamiz. Amalda salmoqli natijalar namoyish etamiz. Shunchaki gapirish bilan cheklanmaymiz. Kino oddiy ko'ngilochar narsa emas. U madaniy diplomatiya turi. Dunyoga mamlakatimizni, uning imkoniyatlarini ko'rsatish usuli. Prezident Qosim-Jo'mart To'qayev mamlakat kino sanoatiga yangi turtki berish kerakligini aytdi. U mamlakatning madaniy iqtisodiy rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Kino sanoati kreativ iqtisodiyotni rivojlantirish uchun zarur. Investitsiya jalb etish, ish o'rinlari yaratishga qodir. Sarqantıga qalay жетесіңдер? Не шумыр жатсыңдар? Biz қалаға xabar жеткізуіміз керек. Katta taassurot oldik. Bu yerda ko'rganlarimiz ancha yuqori darajada, hatto A darajasidagi professionallar degan bo'lardim. Ularni anchagina yuqori baholayman. Biz loyiha ustida ishladik. Bugun tilga olingan Best Pancakes loyihasini rivojlantirish bo'yicha fikr almashdik. Undagi rollardan biriga biz sevgan, qadrlagan artistlardan biri Nikolay Fomenkoni taklif qildik. U ssenariyni o'qigach yangi g'oya taklif qildi. O'rtoqlar, balki bu filmni Qozog'istonda suratga olarmiz dedi. Biz nega endi aynan Qozog'istonligini so'radik. Bizni bugungi kunda shu yerga olib kelgan keng qamrovli javobni oldik. Sizning, bizning tajribamiz, bizning distributsiyadagi experience, sizning qandaydir yirik, bir va hatto 2 yildan ziyod vaqtga mo'ljallangan loyihalar yaratishdagi experience-ga tayanib bu ishni boshladik. Bu yerda ko'rib turganlarim, yosh iqtidorlar menga juda yoqadi. Много талантов. Мы сегодня послушали Mamlakat esa juda g'aroyib, keng ko'lamli, lokatsiyalari ajoyib, qobiliyatli insonlar juda ko'p. Shunday jamoa bilan birga ishlash biz uchun juda muhim va men istagan narsalarimizga erisha olamiz deb o'ylayman. с такой командой. И я думаю, что у нас получится, должно получиться. Qozog'iston kinosi deyarli bir asrlik tarixga ega. Uni oyoqqa qo'yishdagi dastlabki qadamlardan biri 1934-yilda Olma-Ota kinoxronika studiyasi ishga tushgani bo'ldi. Birinchi to'la metrajli badiiy kartina sifatida 1938-yilda chiqqan Amangeldi filmini ko'rsatish mumkin. Құлдалаға қуады да, ендіге маған мынаны айтыңыз, мейірімді төрем. Сонда біз немізді қорғаға көп қазамыз. Кәні үйге кірелік. Keyinroq fashistlar bostirib kirgan vaqtda Olma-Ota SSSRning Yevropa qismidan evakuatsiya qilingan kinostudiyalarga joy berdi. Bu voqea Qozog'iston kinematografiyasining rivojini jadallashtirdi. O'linglar. So'nggi yillarda Qozog'iston kino sohasida hayot qaynayapti. Rejissyorlar va ssenariy mualliflari janrlar, shakllar ustida ish olib bormoqda. Prodyuserlar esa kino mahsuloti uchun tobora yuqori tijorat ko'rsatkichlarini belgilaydi. Komediya yoki zamonaviy hayotimizni, tarixni aks ettiruvchi drama bo'lsin. Qozog'iston filmlari tobora ko'proq tomoshabinini topyapti. Masalan, dastur horror prokatga chiqqanidan keyingi bir hafta ichida 1 milliard tenge to'pladi. Taptimau seni komediyasi bu ko'rsatkichga 10 kun ichida erishdi. 1 milliard tengadan ko'p daromad olgan mamlakat kinolentalari qatorida Mirjaqib, Uyg'on qozoq tarixiy dramasi ham bor.
Bugungi kunda mamlakat kinematograflari oldida jiddiy vazifalar turibdi. Mamlakat tashqarisida Qozog'iston filmlarining distributsiyasini kengaytirish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, dunyo miqyosidagi keng qamrovli loyihalarni jalb etishga qaratilgan infratuzilma yaratish zarur. Bu kontekstda mamlakatimiz prodyuserlari va ularning Gollivuddagi hamkorlari o'rtasida tuzilgan memorandum Qozog'iston kinosini jahon sanoatiga integratsiya qilish uchun qo'yilgan katta qadam deyish mumkin. Сотталасың. Ана байлар 2 жыл қиналар. Бірақ екі қабат қосыш. Қызыңның болашағын ойла. Бүткіл ауыл біледі. Наша основная задача это построить мосты между. Bizning bugungi maqsadimiz Amerika va Qozog'iston o'rtasida ko'prik yaratish. Chunki bugungi kunda Qozog'iston misli ko'rilmagan darajada faol rivojlanyapti. Bu faoliyatning asosiy mazmuni shundaki, ayni vaqtda business relations yaratish, hamma tomonlar o'rtasida aloqalar o'rnatish, ish o'rinlari yaratish, odamlarni biz bilan ishlashga chaqirish niyatidamiz. Eugene yoshlarni alohida tilga olgani bejiz emas. Bizning bosh maqsadimiz Qozog'istonni ilgari surish, Qozog'iston yordam berishiga erishish, ya'ni o'zaro yordam. И помочь Казахстану помочь нам. То есть это взаимная помощь друг другу. Qozog'iston va Gollivuddning o'zaro yordami har ikki tomon uchun istiqbollar ochib beradi. Shunchaki ilg'or tajribani ko'chirish emas, boy madaniyat va an'analarni taqdim etadi. Bu o'zaro foydali hamkorlik. I think that there are issues of shooting films in the United States that have become. Fikrimcha, AQShda film suratga olish bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lib, qiymat masalasida tobora murakkablashib boryapti. Mana shu narsa tufayli sanoat butun dunyo bo'ylab ko'chmoqda. Around the world have gotten better and better. So it's not like, oh, Ayni vaqtda butun jahonda kino sanoat yaxshilanib boryapti. Shu sababli bu men faqat kam pul sarflash uchun biror yerga ketishni istashimni anglatmaydi. Men boshqa joyga borishim, xuddi AQShdagi singari sifatga ega bo'lishim mumkin. Lekin u yerda muammolarga duch kelmayman. Shuningdek, shijoatga ham ega bo'lasiz. Outside of Hollywood, people being incredibly excited to be working on films. There's Gollivudddan tashqariga chiqqaningizda biror film ustida ishlash odamlarga aql bovar qilmas darajada hayajon bag'ishlashini ko'rasiz. Bu yangi joyda bo'lganingizda kinoda ko'radiganlaringizga yangicha element baxsh etuvchi dekoratsiyalarni o'zgartirishda ko'rinadi. Va aytish lozimki, Qozog'istondagi jarayonlar faqat va faqat yaxshilanib boryapti. When we look and say where would we like to shoot films and we talk with people around the world. Film suratga olish istagida butun dunyodagi odamlar bilan gaplashar ekanmiz. Odatda g'ayrat, shijoat, ishlashni xohlaydigan odamlar va jamoa mavjud joyni tanlaymiz. Bu yerda bo'ladigan barcha suhbatlar tabiiy bo'lib ko'rinadi. Bu biz ishlashni istaganimiz uchun. It just feels like this is a natural fit for what we want to do. Qozog'iston va Gollivud kino ishlab chiqaruvchilari o'rtasidagi sheriklik istalgan xalqaro hamkorlik kabi o'sish nuqtasiga aylanish ehtimoli katta. Alohida loyihalardagi ish standartlari, sifati oshishi esa soha yuksalishiga xizmat qiladi. What ends up turning out to be the best elements of a film. Muvaffaqiyatga erishish uchun imkoniyat yaratishning eng yaxshi usuli prodyuserlar jamoalari ichida o'zaro uyg'unlikka erishish. Qanchalik uzoq vaqt birga ishlasangiz, o'zaro hamfikrlik shu qadar ortadi. Masalan, siz bastakor bo'lsangiz va men sizga menga qandaydir mafhum va dahshatli narsa kerak desam, birinchi martasida bu nimaligini tushunmaysiz. 4-marta aytganimda esa darhol ilg'aysiz. To do that is to have chemistry between your producing team. Ya'ni biz qandaydir kod, o'zaro tushunish haqida gapiramiz. Crazy Heart kabi drama, action yoki komediya suratga olingan taqdirda ham jamoa a'zolari bitta tilda gaplashsa, ular yaratgan film mukofot olish olmasligidan qat'iy nazar, aslida o'ylangani kabi chiqish ehtimoli yuqori bo'ladi. So that's the shorthand we talk about making that you get. So whether it's a drama. Menimcha bu narsa ehtiros, kasbga sadoqat va iroda mahsuli. Filmlarni suratga olish juda qiziqarli va muhim. Ayni paytda qiziqarli yo'nalish. Having every film, whether it wins an award or not, but being the film you want it to be.
Bugungi kunda davlatimiz xorijiy suratga olish guruhlarini qabul qilibgina qolmayapti, balki o'zini xalqaro kino sanoatining faol ishtirokchisi bo'lishga tayyor mamlakat sifatida ko'rsatmoqda. Bu yo'l endigina boshlandi. Oldinda yangi loyihalar, hamkorlik, premyeralar turibdi. Qozog'iston kinosi dunyo tomoshabinlarini hayratlantirish, ilhomlantirish, qalblarni egallashga tayyor.